Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum vatandoshlar. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube kanalida kuzatayotgan, o'zga yurtlarda kuzatayotgan vatandoshlar. Hozir 2025-yil 1-noyabr sanasi 2-videorolikimizni tayyorlamoqdamiz. Biz turgan lokatsiya Termiz tumani Sentrkamaz. Termiz tumani Sentrkamazda bo'lib turibdi. Bilasizlar, Termiz shahardan kelsanglar, Tbilisidan kelsanglar. Yangiyer mahalla degan yozuvdan burilamiz, shu yerda qayrilamiz. Sentrkamazga kirishda birinchi o'ngga qayrilish bo'lyapti. Men Telegram ijtimoiy tarmoqlarda lokatsiyalar tashlab qo'yaman. Hozir mana keling. Polni ko'rsang, mana bu tomonlarni yaxshilab ko'rsang, ko'chada mana katta ko'chadan hozir asfaltdan kirganimizda salkam birinchi o'ngga qayrilish va 100 metrdan so'ng 5-xonadan adashmasam. 5-xonadan mana sotuvda keling. Umumiy maydoni 13 sotix. 13 sotix bo'layotgan uyimiz sotuvda. Uygalar nomeri bilan chiqaramiz. Reklama maqsadida kelib turibmiz, azizlar. Fasadimiz 20 ga, uzunasiga esa 65 kvadratni tashkil, 65 metr tashkil etyapti. 20 ga 65 1300 metr kvadratura. 13000 kvadratura bo'lmaydimi? 13 sotix. 65 ga 20. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yoqda ham xud qolgan. Mana bu yerdan o'zlarining chegaralarni aniqlashtirib olasizlar. Hamma dokumentlari hammasi joyida. Bu uyimiz hali qurilishi bitmagan, g'ishti ko'tarilgan, 2 yil bo'ldi dedi. Fundamentlarga alohida e'tibor beringlar, mana tanishtirib o'tsam. Podushlar qo'yilgan va ustidan yana fundament, ya'ni 2 so'lay bo'lyapti. Mana bu tomoniga esa, mana bu yoqda ham bitta ko'cha bor. Shu yerdan uzoqroqdan tanishtiring, ko'cha ham bor. 65 metr cho'ziladi, keyin sizlar chegaranglar. Bu esa yashash uchun esa 6 ta xonadan tashkil topyapti. Bitta xonani bitkazgan sababi kadastr qilish uchun. 13 sotix joyimiz, gaz bor, mana qo'shnilarda suv bor, svit bor. Narxi 300 million so'm deb baholandi. Xayriga kam bor. Uygalar bilan bog'lansizlar, azizlar. Maktab so'rasanglar, Termiz tuman Sentrkamazda maktabga boradi. 35-maktab bor shu yerda, juda yaqin. Ko'cha asfalt kelgan. Mana birinchi ko'cha dedik-ku, unga qayrilish. Katta mashinalar kelib o'tiribdi mana Sentrkamazga burilish joyida. 13 sotix joy. Egalarga bog'lansa, xom ishdan ko'tarilgan. Xo'p, hamma dokumentlar joyida. Kadastrlar men Telegram ijtimoiy tarmoqlarda qolaversa lokatsiyani ham tashlab qo'yaman. Siz o'zga yurtda bo'lsangiz, shunday lokatsiya ustiga bo'lsangiz, qani qayerda joylashgan ekan Termiz tumanini birdan orientirni bilib olaverasizlar. Uygalar nomerini aytib o'taman hozir men. Uygalar nomerini aytadigan bo'lsam, 87 kodi bilan, 97 kodi bilan, 7 kodi bilan 708 65 44. Uygalarga bog'laninglar. Agar ozgincha bir 3-4 ming yetmay qoladigan bo'lsa, kutish variantlari ham bor. Hozir esa bu planirovka bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'ramiz. Mana sekin o'ting. Bu esa bitta mehmonxona bo'ladi. Mana bu tomonlarga ko'rib, alohida o'zlaring baho beringlar. Mana ichkarilarni bir tanishtirib o'tamiz. Ikkinchi xonamiz, mana bu yoqqa yuring. Bu yerda 3-xona. Mana bu 4-xonamiz. Mana shuni bitkazib qo'yibdi. Bu oshxonaga mo'ljallangan ekan. Bu yoqda esa ichma-ich yana 2 ta xonamiz bor. Fundamentlar hammasi yaxshi tayyorlangan. Ko'ringlar, maslahat qilinglar, egalarga telefon qilinglar. Bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsalaringiz, Otabek Makler kanalida yana ham chegirmalar bor. Mana aytayapman, varianti ham bor. Ya'ni 3-4 ming yetmay qolsa, aytasizlar, kelishasizlar o'zingizlar bilan. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Reklamaga maqsadida kimga muhtojlik sezilsa, 99 kodi bilan 676 05 17 ga bog'lanasiz. Salomat bo'linglar.